Assalamu alaikum savatdaşlar. Biz bu dersimizde 3 noktanınki koordinatı berilgen bolsa, aşı 3 noktadan asıl bolgan 3 bulunun yüzünü qandaq tapamaz degan noktaga merkezleşimiz. Bizninki A, B ve C'den ibaret 3 noktamız bar bolgan bolsa, bu 3 noktadan bizge bir 3 bulun asıl buldu. Bu 3 bulun bizning 3 bulunumuz ne? 3 bulun A, B, C deb yazışqı buldu. Bizden sorulayotgan talep nima degan vaqtida bizden sorulayotgan talep 3 bulunun yüzi 3 bulun A, B, C'ninki yüzi qancha? Yani meydani qanchalik degan gap. Bir meydan degan gap degan vaqtida meydan degan gap bu 3 bulunni biz mundaq kichik katekishlarga ayirib olsak, birlik katekishlarga ayirib olsak, mushadagi har bir katek ko'rinyapti. Mushadagi har bir katekninki meydani yani araliq 1 bo'lgan bo'lsa, har bir katekninki uzunluğu 1, kengligi 1 kvadrat. Tamam. Muştal katekninki muşundaq katekning qanchatal bor degan gap. Ya ma 1 bo'lgan bo'lsa, mayam 1 bo'lgan bo'lsa, mush katekning qanchalik bor degan gap. Yani yüzünü tepish degan gap. Shundaq degan gap, yani boshqa gap emas. Buning yüzünü biz qandaq topamiz? Bunun 3 bulunun yüzünü tepish odatda bizga intayin oson edi. Qanday topatdik? 3 bulunun asosi A'si desek, bunun egizligini H desek, ama asosiga egizlikni ko'paytirib berib, egizlikni ko'paytirib 2 ga bölsek bo'ladi. Yani buningki nimasi yüzü nimaga teng oldu desek, 3 bulun A, B, C deganning yüzü teng bo'ldi 2 dan 1. AC'ning uzunluğu ko'paytirilgan H bo'ldi degan gap. Xo'sh. Bizga AC'ning uzunluğu qanchalik, H'ning uzunluğu qanchalik? Yani bizga AC'ninki uzunluğu qanchalik, H'ning uzunluğu qanchalik? Bunu biz bilmaymiz. Mushuni topsaqlam biz mush 3 bulunning yüzünü topa olamiz. Bu 3 bulunninki bizga berilganida koordinatlar berildi dedi. Mesela bunun koordinatları A noktanın koordinatı bizge X A Y A deb bergan bo'lsin. B noktanın koordinatını mı X B Y B deb bergan bo'lsin. C noktanın koordinatı mı X C Y C deb bergan bo'lsin. Bu yerdagi X A X B deganlar nima degan gap? Bular amaliyotda nima degan gap degan vaqtida biz tik bo'lonliq koordinat sistemasiga bir tal tik bo'lonliq koordinat sistemasi sızsaq, X ve Y'dan ibaret bir-birisiga tik bo'lgan mavi X o'qi, mavi Y o'qi desek, bu yerdagi har bir noktalar, bu yerdagi har bir noktanın koordinatı bu şu X o'qini, mesela bu yerdagi X A deganimiz A noktanın X'dagi koordinatı, X Y A degani A noktanınki Y'dagi koordinatını ko'rsatadi. Buni her vaqt buni X'ni bunun astiga sızmasam mı buldu? X'ni mesela men mayaga sızsam mı buldu? Yani X'ni men mayaga sızsam mı buldu? X o'qini. Bu chaqda X o'qimiz bo'lsa, bu chaqda A noktanın koordinatını degan gap desanglar, X A deganimiz shuni A ga tushirsak, mayadagi X A deganimiz shu. Tushunalmi? X Y A deganimiz mayamda tushirsak, Y A deganimiz Y koordinatını ko'rsatadi. Buni azroq matematik geometriya bilganlar buni biladi. Men buni tafsilotiga kirmasam bo'ldi. Unda biz
Bu 3 bulonun koordinatları berilgen avval aslida buningki yüzünü qandaq tapamiz degan nuqtaga tegish qilamiz. Unda bo'lsa bizga faqatla mush 3 bulonninki yüzünü tepish uchun AC kerak ekan, H kerak ekan. Bizga siziqliq tuz siziqning bilimlerini o'rgangan chog'da ikki tal nuqtaning o'rtasidagi oraliqni qanday tepishni biz o'rgangan. Ya'ni A bilan C o'rtasidagi oraliqni tepishninki formulasi nimaga teng desanglar, bu yerdagi intayin oson, bu yerdagi yildiz ichida x c x'i ilingan x a'ninki kvadrati qo'shilgan yc ilingan y a'ninki kvadrati bo'ldi. Ya'ni bu bizningki Pisagor teoremasidan keltirib chiqarib olgan narsa amaliyotda. Ya'ni ikki nuqtasininki qanday qilamiz deganda, ikki nuqtaning o'rtasidagi x oraliqlari va y oraliqlarininki ayrimisining kvadratlarini qo'shib bersak bo'ldi. Buning tafsilotini buni yozsak hozirgi darsimizning temasi emas. Hisobda bu AC degan oraliqni mana shu formula bilan yozgan bo'ldi. Endi H deganchi, H nimaga teng bo'ldi? H deganimiz amaliyotda bu nimaga teng deganda H deganimiz mushu B nuqtadan AC tuz siziqchi bo'lgan tik oraliqni ko'rsatadi. Biz tuz siziqni o'rgangan chog'da AC'dan o'tgan bir tuz siziq desak, AC'dan o'tgan bir tuz siziqning tuz siziqcha bo'lgan oraliq B nuqtadan bir tuz siziq, ya'ni mayli bir tuz siziq, har qanday bir tuz siziq bu yerda bir nuqta bo'lsa, har qanday tuz siziqchi bo'lgan oraliq D. Ya'ni bizning ikki nuqtadan o'tgan bir tuz siziqimiz bor deyli. Oraliq D. Mana oraliqni biz D desak, ma yerdagi nuqtamizningki A nuqta, ya'ni bu yerdagi bir nuqtamiz point desak, ma nuqtadan o'tgan tuz siziq, masalan bizningki ma A nuqtamiz olsun, ma bu C nuqtamiz olsun. A C nuqtadan o'tgan, ma yerdagi bizningki ma nuqtamiz B oldu o zaman. B nuqtadan AC chiqish bo'lgan oraliq. Bu chog'da ma oraliqni bu chog'da bizningki H bo'ldi degan gap. Bu chog'da buni qanday topatdik? Ya'ni bir tuz siziqdan o'tgan bir tuz siziq bir nuqtadan tuz siziq bo'lgan oraliqning formulasini biz shunday yozgan edik. Ya'ni bu H teng bo'ladi yildiz ichida A'ninki kvadrat qo'shilgan B'ninki kvadrati mutlaq qiymat ichida A x B, ya'ni B nuqtaning koordinatining x koordinati qo'shilgan B y B, B nuqtaning y koordinati qo'shilgan C. Endi A, B, C'lar nima degan gap desanglar, bu yerdagi A, B, C'lar ma yerdagi A, B, C emas. Bu yerdagi A, B, C'lar buni A, B, C'ni farqlantirish uchun biz tilda orqali yozib qo'yaylik hozircha. A, B, C, A, B tilda. Bu A, B, C tilda deganlar nimaga teng degan vaqtida mushu tuz siziqning A, B'dan o'tgan tuz siziqning umum ko'rinishi tengimiz. Masalan, umum ko'rinishi tengimiz nimaga teng bo'ldi deganda A tilda x qo'shilgan B tilda y qo'shilgan C tilda teng 0 degandan iborat bir umum ko'rinish tenglamasi bor tuz siziqning, ya'ni A C'dan o'tgan tuz siziqning tenglamasi. Bu tenglamani bilsaklar biz mana shu tenglamani silish qo'yish orqali bizning egizlikni topamiz. Endi bu tenglamani biz qanday topamiz? Bu tenglamani tepish intayin oson. Bu tenglamani tepish uchun qanday qilamiz desanglar, ikki tal nuqta berilgan bo'lsa, masalan A nuqta ve C nuqta berilgan bizga. Bizning A nuqtamiz berilgan ve C nuqtamiz berilgan ve bundan o'tgan tuz siziqning tenglamasini topmoqchi biz. Shundaymi? Uning uchun qanday qilamiz degan vaqtda biz ikki nuqtadan o'tgan A nuqtaning koordinati x A y A. C nuqtaning koordinati x C y C. Ikkida o'tgan tenglamaningki yantuluq ve kesme görünüş tenglamasini biz mundaq o'rgangan. Masalan, y teng bo'ladi. Qanday degan edik? X x
a ilingan x b eksi muqaddam eksi y a ilingan y c x qo'shilgan nima degandik? Mana o'xshash x a ilingan eksi x a y c ilingan y a eksi degandik. Buni biz burun o'rganib bo'lgandik. Bu nima deganda bir tüssüqning yantılık ve kesme görünüş tanımız. Yani bunu adillaştırsak y a x plus b oldu. Bir yerdeki a degini yantılık yani ma o y a ilingan y c bölüngen x a ilingan x c degini a'ga teng. B degini bunun kesme yüzü. Bunun yantılık ve kesme yüzünü qandaq tepişini biz o'rganib bo'lgandik. Demek muydaq yazımız. En bu bizning yantılık ve kesme görünüş tanımız. Bu yantılık ve kesme görünüş tanımımızı normal ko'rinishga qandaq ekilaymiz degan vaqtida buni ma'ni har shakl tarafni ma'ni ko'paytib bersak qanday ahvol yuz berdi desanglar u chog'da bizga mundaq bo'ldi. X a ilingan x'ni y ga ko'paytib bersak x a ilingan eksi y teng bo'ldi y a ilingan ycx qo'shilgan x a yc ilingan y a eksi bo'ldi. Ma tenglimimizni biz oddiylashtırib olsak, qanday oddiylashtıramiz? Buni oddiylashtirish uchun qanday qilamiz desanglar, ma'ni mayanga o'tkazib etsak bo'ldi. U chog'da men buni qisqartib, men buni qanday qilay desanglar, sayfaga patmaganlik uchun men yangi bir sayfa açishim lozim. Buning uchun men ma'ni kopyalab olay. Bunu kopyaladık. Yeni bir sayfa geldik. Yapıştırdık. Tamam. Onda olsa daha qanday qilamiz desanglar, sayfa biraz kichik bo'lib qoldi. Hech qisi yo'q. Buning sayfani cho'ngaytishimiz kerak. Tamam. Cho'ngaytdik. Mana. Endi ko'rindi-ku? Tamam. Unda olsa buni qanday oddiylashtıramiz, qanday shakl ekilimiz deganda ma'ni y a ilingan ycx ma'ni ayaq o'tkazsak ilingan qanday bo'ldi? X a ilingan eksi y qo'shilgan x a yc ilingan y a eksi teng 0. Yani bunu qaraydigan bo'lsak a tilda x qo'shilgan p tilda y qo'shilgan c tilda teng 0 deydigan tenglimiga tatbiqlab olsak, bu chog'da a tildasimiz nimaga teng bo'ladi deganda y a ilingan yc ga b tildasimiz nimaga teng bo'ladi degan vaqtida bu chog'da c eksi ilingan x a ga teng bo'ladi. C tildasimiz nimaga teng bo'ladi desanglar x a y c ilingan y b y a eksi ga teng bo'ladi deganga. Hem biz tenglimini yazganda h'ni topmoqchi bo'lganda nima deb yozgandik? H. Men buni qarda yozay, aniqroq ko'rinsin. H teng nima degandik? Yıldız ichida a tildaning kvadrat qo'shilgan b tildaning kvadrati a tilda xb shuna degandik. Shunaqa qo'shilgan b tilda yb qo'shilgan c tilda degandik. Xo'sh. Endi biz uch bulog'imizning yuzini a b c uch bulog'imizning yuzini topmoqchi bo'lsak, qanday qilardik? 2dan 1
BC köpeytilgan H degan toq. O'rni qo'yaylik. 2'den 1. BC deganni qanday topgandik? BC deganni xotirlab olaylik. Keyin bunda sayfimizga qarasak, BC deganni, ya'ni AC deganni topgandik. AC. X'i ingan XA mana mushundaq edi. Ya'ni buni ko'chirib olsam bo'ldi. Yani AC degan nima deganda bir asosiningki nimasi edi, shunami? Buni ko'chirib oldim. Andan keyin buni mayaga qanday qildik? AC ga BC emas, AC edi. AC bo'lishi kerak. Bu chaqda mani AC'simiz nimaga teng edi mayada? Ma'niga teng edi. O'rni qo'ysak ham bo'ldi bu qatam. 2'den 1 oldu. AC'ning o'rniga nima bo'ldi? Keldi degan vaqtida. AC hozircha kelib tursin. Yani qaytadan yezib жүрмей. AC bo'lsin. Ko'paytirilgan H'ning o'rnida nima yozyapmiz bolalar? A kvadrat qo'shilgan B kvadrat. Yani A kvadratni yozsak qanday kelyapti? Mutlaq qimmat ichida mutlaq qimmat ichida qaranglar bolalar. Yani müşahideli silishtirib beray. Masalan, A'ning kvadratı YA ilingan YC, A'ning kvadratı B kvadrat ma'ning mashqisi o'xshatamdi. Bu chaqda nimaga teng bo'ladi bu degan vaqtda buni ma'ni texida moddiylashtirsak nimaga teng bo'ladi? A tildaniki kvadrat qo'shilgan B tildaniki kvadrat o'xshadi. Tushunalmi? Unda esa AC deganda shundaq deb yoza olamiz. Bu qatam buni AC'ni mandaq yoza olamiz. Bu chaqda kök ichida A tildaning kvadrat qo'shilgan B tildaninki kvadratda ko'paytirilgan. Bu chaqda yana mana A tilda kvadrat qo'shilgan B tilda kvadrat ko'paytirilgan A tilda XB qo'shilgan B tilda XB qo'shilgan C tilda. Bu chaqda ma'nolar qisqarib ketdi. Faqat qo'limizda qoldigan nima bo'ldi bu chaqda? Qo'limizda qoldigani 2'den 1 mutlaq qimmat ichida A tilda XB qo'shilgan B tilda YB qo'shilgan C tilda. Endi A tilda, B tilda, C tildani o'rniga qo'yib etsak ham ishimiz tugaydi. 2'den 1. A tildani o'rnida nima bordi? A tildani o'rnida X, YA ilingan YC bor. Ya'ni YA ilingan YC XB qo'shilgan B tildani o'rnida nima bordi? B tildani XC ilingan XA. XC ilingan XA YB qo'shilgan. Endi C tildani o'rnida XA YC XA YC ilingan YA XC'den ibaret bu narsa bor edi. Endi bu faqat shuni o'rniga qo'yaplam. Mesela XA, XC, XB'lar bizga bergan, yani bizning koordinatlarimiz bizga bergan. Yani mush koordinatlar A'ning koordinati, B'ning koordinati hammasi berilgan bizga. O'rniga qo'ysak ham biz buni topa olamiz. O chaqda buni biroz oddiylashtirib olamiz. Buni biroz oddiylashtirib boqaylik yana. Buni oddiylashtirish uchun 2'den 1 ma'ni ichiga bunda ko'paytib bersak, shunami? Ma'ni ko'paytib bersak bu chaqda YA XB bo'ladi. Ilingan YC XB bo'ladi, qo'shilgan bo'ladi. Mau XC YB bo'ladi. Ilingan XA YB bo'ladi, qo'shilgan XA YC ilingan YA XC bo'ldi. Endi hozir men qarasanglar, mayadagi o'xshash a'zolarni bir yerga, masalan, YA'larni bir yerga to'plasak, mayadagi YA'larni bir yerga to'plasak bo'ldi. YB'ni bir yerga to'plasak bo'ldi. Buni ko'kda yozay. YB qilib turdim. YB bilan YB'ni mayga to'plasak bo'ldi. Yani bir yeşil yozay. YC'ni bir yerga to'plasak bo'ldi. Bu chaqda hammani bir yerga to'plab yozsak qanday ahvol yuz berdi? 2'den 1 mutlaq qimmat ichida YA'ni bir to'playdi. Bu chaqda qanday oldu? YA tırnak ichida XB ilingan XC.
Qo'shilgan y b nimaga ekilib olsak, bu chog'da y b ni ekilib olsa eksi ilingan x a. Qo'shilgan y c ni ekilib olsak, bu chog'da bu qanday bo'ldi desanglar, belki y c ni x a ilingan x b. Muşdaq bir formula kelib chiqadi ekan. Ya'ni demak biz bu yodlashqimi yoki es tutishqimi oson. Y a, y b, y c. Ondan keyin a b'si ya'ni x b, x c, anki x c, x a, anki x a, x b. Mana bu şekillik bu formulani yodi şekillik bilib olsangiz bo'ldi. Ya demak bunu biz eng oxirgi formulasi bizda s a b c ning yuzini topmoqchi bo'lsak, mana bu formula orqali biz her qandaq bir 3 bulun berilse, koordinatları berilsinler, bunu biz topa olaydiganmiz.